O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati hamda Toshkent davlat texnika universiteti o'rtasida yo'lga qo'yilgan. Ushbu hamkorlik doirasida zamonaviy o'quv markazlari, laboratoriyalar hamda amaliyot poligonlari tashkil etilib, yosh mutaxassislar tayyorlash tizimi yanada takomillashmoqda. Batafsil muxbirimiz lavhasida. 2022-yilda O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati va Toshkent davlat texnika universiteti o'rtasida memorandum imzolangan edi. Shu asosda o'quv dasturlari takomillashtirilib, ishlab chiqarish bilan ta'lim jarayoni uyg'unlashtirildi. 2024-yil may oyida Ozodlik podstansiyasi hududida zamonaviy o'quv binosi foydalanishga topshirildi. Mazkur bino negizida tezkor xodimlarni tayyorlash o'quv jarayoni hamda Toshkent davlat texnika universiteti energetika muhandislik fakultetining elektr stansiyalari tarmoqlari va tizimlari kafedrasi filiali tashkil etilgan. Unda talabalar dual ta'lim tizimi asosida o'qish jarayonini amaliyot bilan uyg'un holda olib bormoqda. Ushbu o'quv markazi tashkil qilinishi, kafedra filialini tashkil qilinishidan asosiy maqsad muhtaram prezidentimiz muhandis texnik kadrlarni tayyorlash borasida 2024-yil 20-iyunda belgilab bergan vazifalarni ijrosini ta'minlash, ya'ni ishlab chiqarish, tarmoq, oliygoh tizimini shakllantirilgan holatda dual ta'lim tizimini rivojlantirishni asosiy vazifa qilib belgilab bergan edilar. Mana bugun shu o'quv markazida ana shu dual ta'lim tizimini shakllantirish, ta'minlash bo'yicha barcha ishlar amalga oshirilganligini mana guvohi bo'lyapmiz. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati mana shu o'quv laboratoriya korpusini qurdik. Biz bunda o'tgan yilgi hurmatli prezidentimizni dual ta'lim bo'yicha bergan topshiriqlarni bajarish maqsadida va Toshkent texnika universiteti bilan birga hamkorlikda kelajakda bo'ladigan kadrlarni tayyorlash uchun asosiy maqsad qilib qo'yganmiz. Kadrlarni tayyorlash bizni o'zimiz O'zbekiston Milliy elektr tarmoq korxonasini tezkor xodimlari degani bu kuni-tuni smenada navbatchilikda turadigan xodimlar. Bular bir yilda bir marta o'qishdan o'tadi, navbat bilan kelib o'qib, shu yerda malakasini oshiradi. Bundan tashqari 2 kun almashib studentlar ham kelib, bu yerda o'qib, bilim malakalarini oshirib ketadi. Avvallari bunaqa o'quv markazlari bo'lmagan, biz institutlar bilan bunaqa ishlamaganmiz. O'tgan yilgi davlatimiz rahbari qo'ygan topshiriqdan keyin albatta buni o'ylab qoldikda va mukammal qilish kerak ekanligini o'zimizda his qilib, mana shu mukammal hamma narsani olib kelib qo'ydik. Bundan tashqari mutaxassislar elektr tarmoqlarini masofadan nazorat qilish imkonini beruvchi dron texnologiyalarini ham tanishtirdilar. Bu qurilmalar yordamida yuqori kuchlanishli liniyalar tez va xavfsiz ko'rikdan o'tkaziladi, nosozlik aniqlanadi. Ushbu texnologiya inson omilini kamaytirib, mehnat xavfsizligi va tarmoqlar ishonchliligini oshirishga xizmat qilmoqda.